Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Men Izzatullo doktor bo'ladigan kanalida siz mehribonlar bilanman. Azizlar, men bugun Anxoy Ulusolligiga keldim. Faryab viloyati bo'ladi albatta. Anxoy Ulusolligi bo'ladi. Bu yerda umuman o'zbek turkmanlar yashaydilar. Va ism tushib keldi mana chaqaloqlarning onasi, yengangiz albatta Anxoydan bo'ladi. Men Shibirg'ondan keldim. Va bular bugun uylariga mehmondorlikka keldilar. Xo'p, bugun yağmur ham yog'ib yotdi. Sizlarga ko'rsataman. Ko'ring, juda ham mashallah yaxshi yog'adi. Va Anxoy shahrini avvalgi videolarimga ham o'tgan yillar ko'rsatgan edim. Yana ham bir bor yağmur yog'ib to'xtagan holatini ko'ringlar. Yahya. Bu esa mening kichkina o'g'lim. Onasi bozor ketdi. Ishi bor edi. Bir narsa olaman deb ketdilar. Va hozir chaqaloqlar meni oldimga. Mana shaharni ko'ringlar. Bu masjid. Doğruca, yemedim bana ver. Beni biraz. Doğruca dur. Al şuna krediyorsun. Kaç burada? Ha? Bari boyuna açtı. Hayır. Aleyküm. Qaranglar, ayna kimga ham yağmur tushotdi. Va men hozir do'kon boraman, marketga boraman u chaqaloqlarga pampers olaman. Sizlar nima deysizlar men bilmayman. Ko'tyaptilar-ku, o'shandan olaman. Selam aleyküm. 10 dona bor, large to'rtlanmar. Qancha oldim? 70 afg'oniga oldim. Qancha bo'ladi? Sizni pulingizga. Mana bu esa mening mashinam. Avvalam ko'rgansizlar degan videolarimga. Keldim. Men aman ketaman. Yaxshi kunlar bor ekan. Bir kilo alma oldim. Bu ham 70 afg'oni. Sarig'i ya qizillar 50 afg'on ekan. Şikayetiyle maksim galibi. Şükürler bile. Ne çıkıp o'ltiribdilar. Keldik bizlar. Ay yana. Salom, hozir men uyda ko'rishamiz degan videoga hozir sog' bo'ling.